nadzorga keldik. Ko'rishingiz mumkin. Mana prixojayimiz. Mana kiraverish. Panirovka bo'yicha ishi joyida qolgan bunisi bunga zerkalniy qilingan. Bu детский spalniy bo'lgan. Katta shinam xona bo'ldi bu yerda. Mana. O'tga endi uy egalari bilan gaplashamiz. Variant bor. Bitta sentralniy katta kalovat qo'yish, или ikkita детский kalovat qo'yish variantimiz bor. Shu ikkalasini hozir kelishib olib, o'shanga qarab детский dizayni chiqadi. Xo'p, keyingi xonamiz zal. Ko'rishingiz mumkin. Oyna kengayadi, kattalashtiriladi. Bu zal dizayni hali qilinmoqda, xonaning dizayni. Xo'p, keyin ishi bu yerda demontaj bo'lishi kerak. Ham tarafi sindiriladi, saksonli eshik ochiladi. Bu joydan eshik bu yoqqa surilgan ozgina devor tomonga. Xo'p, endi xonani ko'ramiz sizlar bilan. Ko'rishingiz mumkin. Spalni. Kanalizatsiyadan o'tkazishibdi. Mana sanuzelga kanalizatsiya turbalarini tashlab qo'yishgan. Sal qorong'u ko'rinmayapti. Mana dushovoyga, rakvina tagiga и unitazini tashlab qo'yishgan. Xo'p, keyingi xonamiz garderob. Ko'rishingiz mumkin. Garderob ham xonasini oxirigacha ko'tarib qo'yishdi. Devorda deyarli patolog balandligiga ko'tarilgan. Xo'p, bu yerda dizayni tayyor. Spalniyaning dizayni. Hozir mana bunda xonani ko'rsataman sizlarga. Mana shu xona. Yoniga dizaynini qo'yaman. Rasmini ko'rishingiz mumkin. Aytgancha. Tak, sanuzel dizayni ham tayyor. Uni ham mana shu joyda ko'rsataman, mana bu yerda. Xo'p, garderob devorning rasmi bor, xuddi shu joyi renderi bor menda. Uni ham mana shu chetiga videoga yopishtiraman. Ko'rishingiz mumkin. Garderob ham dizayn tayyor. Xudo xolisa klientlarimizga yoqdi. Endi tak. Hozir zal bilan prixojayni dizayn qilyapti. Jarayonda. Xo'p, kuxnya уже pollarni quyishibdi. Oyna pastroqda edi. Teparoq ko'tariladi. Hozir ko'rsaman. Xo'p, oyna kichkina edi ham tepaga ko'tarilib, kattalashtiryapti. Nimaga tepaga ko'tarilyapti? Stoleshnica bo'ladi ham tarafda. L-образный kuxnya. L variant. Stoleshnicamiz bilan podokонник уровень bitta bo'ladi. Mana bu devor sindirib bo'lmaydigan devor ekan. Shuning uchun buni resheniyasi bu tomondan mana bundoq chiqib, bundoq kirgan. Ugl bor bu yerda. Shu ugldan biz mana bu pardani zazor, ya'ni pardani nishasini qoldiramiz. Ya'ni bu devor tekis ketaveradi. Mana bu yerda kirgan joyi bizga nishaga ketadi. Xo'p. Bu joyda обеденный zona, уголок, stol. Bu tomonga televizorimiz bo'ladi. Bu yerda hali dizayn qilinmoqda. Bu tomonda L-образный kuxnya. Sanuzelga kirish. Men bularga variant qilib beraman. Bu yerga bar sig'adi. Chunki joyimiz keng, ko'ryapsizlar, katta joy. Bemalol mana bu yerga barning stuli bilan chetki zona qilsa bo'ladi. Ya'ni zo'r. Ertalab choy ichib ketishga udobli joy qilsa bo'ladi variant sifatida. Variant sifatida bizda hozir yoki ikkitalik kalovat детский yoki bittalik katta. Bitta katta ikkitalik xullas adashib ketdim. Yoki ikkita bittalikdan. Shu variantda o'tibdi. Prixojayimizning dizayni jarayonda bu tomonda 2 metrli shkaf. Bu tomonida mana qala включатель, oyna kelgan. Ham tarafda обувной shkafchik bo'ladi. Oyoq kiyim qo'yadigan. Mana shu. Eshikimiz zazor ko'rgansizlar. Mana bu tanada, mana bu tanada buni demontaj qilib bu yoqqa surildi. Nimaga? Bu xonaning kompozitsiyasi mana bu ishi bilan zerkalniy qilingan. Ya'ni bu nishamiz, bu proyomimiz, точнее, кружечдagi proyom bilan bir xil qilindi. Bu yerda ishi bo'lmaydi. Zalga прямой вход. Bu yerga faqat наличникlar qo'yiladi. Rahmat. O'sha o'zi ham chiroyli vид beradi. Xo'p, TV zona, divan. Bu yerda dizayn tayyor bo'lsa uni keyingi seriyada ko'rsataman. Keyingi videoda
ko'rishingiz mumkin. Jarayon shu. Pollarni ham qo'yib, sekin bu pollarni ham menimcha 1-2 kunda quyiladi o'sha. Xullas, shunaqa jarayonlar. Yoqqan bo'lsa, like bosinglar, podpiska qilinglar. Bu ikkinchi qismi, 3-qismida, videoning 3-qismida o'sha bu xonalarning dizaynini ko'rsaman. Elektrik o'tkazamiz. Menimcha elektrik o'tkazilgan bo'lsa, elektrikani o'tkazilganini ko'rsaman. И потолокlarni ko'rsaman. Hammaga rahmat e'tiboringiz uchun. Podpiska, like, kommentariy yozib qo'yasizlar.